Hammaga assalomu alaykum. Mana bugungi 17-iyul kunda Haval M6 mashinamizga metan uстановка qilib beryapmiz. Bu mashinamiz oldin propanda yurgan. Hozir propanni yechib o'rniga metan qo'yib beryapmiz. Metan qo'yiladigan bo'lsa, bu mashinamizga miyasi bilan injektori o'ziniki qoladi, propanniki. Reduktor almashtirilyapti. X original reduktor qo'yib berganmiz, akkumulyator qilib ichkariga joylab berganmiz. Euro zapravochnisi, injektori va miyasi o'ziniki, propan injektor miyasi qolgan. Orqa qismiga 3 ta 30 talik balon joylab beryapti. Mana balon joylashlari akkuratni qilib, taglarini shumka qilib, ugunlik chanaga qilib qo'yib beryapmiz. Xohlaganingizda bitta 100 talik balon ham qo'yib berishimiz mumkin. Joylashtiramiz desangiz, yana bitta 30 talik balon joylashtirsa bo'ladi. Общий 4 ta balon qo'ysa bo'ladi bunga. Kimga mana shunday sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, taksonomiya qoldiramiz. Bemalol murojaat qilsangiz mumkin.